konkurs jariyalaganmiz. O'sha sababli qancha Berak turish, chekkaga turish. 90 ta bola qatnashdi, qizlar bolalar. Onlar arasında mehmonlar ham bo'lib qoldi bir to'g'onda. Ana hozir ayollarga men chiqardik, yosh qizlarimizni chiqardik. Ana keyin 5, 6, 7, 8 yoshlar guruhlarga berildi. 9, 10, 11, 12 yoshlar guruhlarga berildi. 11, ana 12, 13, 14, 15 guruhlarga berildi. Oxirgi cho'ng guruhlardan mana finalga chiqqanlardan hozir ballarni yozganmiz. Birinchi baldan 5-chi balgacha. Birinchi bal. Husanjon o'g'li Ne'matullo. Kim? Bismillah. Bering. Aljon. Allah razı olsun. Bilirsin, bir qo'ying, ha. Tak, ikincisi. İki bal. Hamidullo o'g'li İzzatullo. İzzatullo. Bismillah. Bu yanıma. Fırsatga, bak fırsatdan beringlar. Oling, ha. Oling, ha. Tak, olmaz. Aç xolos, ha. Tak. Pastdan tepaga chiqib ketayotganda 4 bal olib, Abdulloh kim o'g'li? Ha, Yusufjonning o'g'li Abdulloh. Bismillah. Ochib kuzatga sizga. Shuna bo'lyaptimi? Qo'lga deyapsiz. 4 plus baldan Qobiljon kim? Murodjon va Qobiljon. Nega mana shu munosabatga tushganasiz? Bismillah. Berkisi, ha. Ashar yigit olmadi, turib olgan. Akki berigan. Kel bismillah. Tabriklaymiz inshaalloh. 5 Abdulloh naqa ko'rsatib 4 plus bo'ldi bu bola. 5 plus eng bugungi musobaqamizning birinchi o'rniga kelgan sababi Sanohning nevarasi nima qilib ketishdi? Abdulloh. Mana katalasa bitta jurnallar bilan birga berdik. Abdulloh kim bo'ladi? Bu bola masjidga juda katta xizmat qilyapti. Mana ro'za oylarida bu soat 11larda ketib boramiz. Bu ish ishlashib turib, tozalab, suvlarni qarab qo'yib, suvlarni ko'rganimizda Qaymasasini da'vatga 10 odam kelgan bo'lsa, ha? Bittasi da'vat qilgan bo'lsa, 9tasi xizmat qilgan ekan. Chunki xizmatga